Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros aralida. Bugun qo'limda Lutfullah Mutalibning Yillarga javob nomli bu kitobi. O'ylab baqsam, kitap o'qish munbirimizda vatanparvar o't yurak shoirimiz Lutfullah Mutalibning she'rlarini ancha ko'p o'qimabdik. Şuna qo'limdagi bu kitapdan hozirlarga bir necha she'rni o'qib berishni muvaffaq ko'rdim. Oldi bilan mazkur kitobdagi nashriyatdan degan bo'limni o'qib beray. Nashriyatdan shoir Lutfullah Mutalib 1922-yili 11-ayning 16-kuni Qozog'istonning Olmaota oblasti Uyg'ur rayoni Chunchi yezisining Saybo'yi mahallasida tug'ilgan. Uning taxallusi qaynam o'rkishi, erkilatma ismi Lutun, qisqartilma ismi Le Mutalib. Lutfullah Mutalibning dadasi Hezmaxun nihoyatda o'qimishliq o'lima bo'lib, Lutfullahning tarbiyalanishiga alohida ko'ngil bo'lgan. Lutfullah 7 yoshga to'shqanda o'z yezisidagi yangicha maktabga o'qishga kirgan. 1931-yili, ya'ni Lutfullah 9 yoshga kirganda Hezmaxun oilasi G'uljining Jag'istay yezisiga ko'chib kelgan. Uzoq o'tmay u yerdan Nilqi noyasiga ko'chib berib o'rinlashgan. Nilqida yangi maktab bo'lmag'achqa dadasi Lutfullahni G'uljidagi Tatar maktabiga o'qishga bergan. Lutfullah 1935-yilning oxirida Tatar maktabini bitkazib, Rus maktabiga, ya'ni Rus gimnaziyasiga o'qishga kirgan. 1939-yili imtihon berib, O'rimchi Darul Muallimin maktabiga qabul qilingan. Maktabda o'qiyotgan mezgilda, ya'ni 1941-yili yozda u Sovet ittifoqi ilm-fan xodimlarining Janubiy Shinjongni topografiya ham astronomiya jihatda tekshirish o'makiga rus tili tarjimonligiga belgilangan. Bu vazifa oxirlashgandan keyin Lutfullah 1942-yil 2-oyda Shinjong gazetida muharrir bo'lgan. 1943-yili 11-oyda Aqsu gazetida muharrir bo'lgan. 3 viloyat milliy armiyasining Aqsuni ozod qilish qismi Aqsu shahriga qo'rshab hujum qilayotgan jiddiy paytda, ya'ni 1945-yili 9-oyning 18-kuni kechada o'ziga o'xshash 20 nafar vatanparvar va saptashi bilan birlikda Aqsudagi Gomindang saqchilari tarafidan fojialik holda o'ldirib etilgan. 1956-yili 8-oyda Lutfullah Mutalibni inqilobiy qurbon deb atash qaror qilingan. Lutfullah Mutalib G'uljida o'qiyotgan chog'larida she'r yezib, Ili gazetida e'lon qilgan. Keyin Shinjong gazeti va Aqsu gazetida uning she'rlari arqa-arqadan e'lon qilinib, 1940-yillardagi avangard shoirlardan bo'lib qolgan. Uning shoir to'g'risida Muvashshah, Yashash uchun kurash, Xiyolchan tilak, Yillarga javob nomli nodir she'rlari 1940-yillardagi Uyg'ur she'riyatining yangi saviyasini yaratgan. Lutfullah Mutalib adabiyot san'at jihatda alohida talantli bo'lib, drama ijodiyati, rasm ijodiyati, adabiy tarjimalik, adabiyot san'at nazariyasi tadqiqoti, aktyorlik qatorliq jihatlarda o'xshash bo'lmagan darajada utuq qozongan. Uning ta'siri adabiyot san'at sohasidan ko'p halqib ketgan. Yerim asrdan ortiq vaqtdan beri Lutfullah Mutalibning hayoti va ijodiyatiga beg'ishlangan ijodiyat va tadqiqotlar bargan sari cho'nqirlashmoqda. Lutfullah Mutalib bir o't yurak shoir, vatanparvar inqilobchi, nomi o'chmas inqilobiy qurbon sifatida avlod yod etilib, hayot faoliyati va she'rlari til adabiyot darsliklariga kirgizilib, yosh o'smirlarning qalbidan o'rin elib kelayotgan suyumlik o'g'landir. Bu to'plamga shoir Lutfullah Mutalibning she'riy miroslari kirgizildi.
Haqiqatan mu o'rta maktablarda o'qiyotgan vaqtlarimizdagi adabiyot darsimizga kirgizilgan Lutfullo Mutallibning she'rlari shunchalik bir yod bo'lib ketgan. Bugun shu she'rlardan bir nechini o'qib beray. Aldı bilen yaşlık ögen. Burun yatlayalaydım bu şehrini hazır esimden çık ketdi çokum. Yaşlık tiriştirmaş harmay ögen. İlimning denizi qaynam hem çoңqur. Nadallık o hemmini bildim degen körüp varaqlapla bir qur. İlim möcüzlerinin sirin aşqıcı. Bir gün yaşaş üçün oku 10 yıl. Közlü emas aldınğa nur çaşqıcı. Qarangğını yortudu yoruq dil. Her bir hadise yoşurun sır saklaydı. Toqulmaları onun acayip. İlim harmaz mert adamni yaqlaydı. Nadanның közüdün o her kaçan gayip. Her bir hadise yoşurun sır saklaydı. Toqulmaları onun acayip. İlim harmaz mert adamni yaqlaydı. Nadanның közüdün o her kaçan gayip. Rahip bol ilimning nazaket çölede. Möcüzler gümbüzige şeyh. Gün tün zikri kıl şular tövede. İcdihat seni digüzmez derh. Adem balısı parqıraq, kırı konmaz esil. Hemmedin ötkürü onun mingisi. Bak, oylan, obdan fikir kıl. Devirge amrak yenginin yengisi. Ögüniş sazığa mahir sazende. Körgin serip kol çekkinini. Targı til bergen mu şu addi bende. Tamaşa kıl muqamlar yolun ekkinini. Qaysı muqam, qaysı pədə bağrın. Qaysı sazende dilinge su bergen. Qaysı naqşa pesletgen zarın. Qaysı naqşa köngülge gül tergen. Oylasan yaşlıq qısqısının ömrün. Tağda çiçeklep goya keşte kuyuludu. Dimaqqa huşburak çeçip güllerin. Köz içip yumgandek tuyuludu. Erlerini bassa sakal burutlar. Kızlargımı iz salıdı büdür qoruqlar. Pırlaşmaydı dərəxlər yap yeşil turupla. Yıllarının ötüşü bilen yeydi qurutlar. Yaşlıq çaqmaq sen, çıqıp öçsen. Əvrişim çıqınmışu ügengin ögen. Qaranğı dil çölüge bir gün çöksen. Adem buluş dolduluğa salmışsan yügen. 1943 yılı Avgust Ürümçi. Yani bir şiirini okup bereyim. Bu bosumu ben yaxşı gördüğüm Xiyalcan Tilek. Xiyalcan Tilek. Teңір qımayman dostları, tileymen ali tileklerini. Çürmeymen küreşke dep türügen bu beleklerini. Mert bağven gazan kılmaydı vaktsiz bağını. Terbiyesi soldurup gül çiçeklerini. Hiyalim xuddi telpinip turgan bir sabi bala. İmiş üçün qadirdan anadaki qoş əbcəklərini. Lezzetlik xiyal arasıda biqib asmallarga. Təpəkkür közü bilen görmən roşen bucəklərini. Canan naz uykuda yetip neçük tolganmaz. Aşkı kütüp tursa içip yoruq röceklerini. Nemişki yazmay tilek aralaş munluk
liriklarni, söygü işqi ürtep köydürse yüreklerini. Ezel dilla xiyalçan, monluq bir jigit edim. Tınşıqaşqa momam ağzıdın samavi çöçeklerini. Söygü dengisi çonqurlıqda mən qaynap tursam, ussuzluqum qanda qansun, içip kiçik kölçeklerini. 1945-yılı iyun Aksu. Boladı əmisə, hörmətli qeyrindaşlar, bugün moşinçilik oqub berək, keyin yana Lutfullah Mutalibning şiirlerinden oqub hazırınlağı sunumu. Hayır hoş, keler qeytimliq programımızda görüşəylik. Hayır hoş.